Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga asfalt kesadigan apparatlarimiz hamda trambovka apparatlarimiz yetib keldi. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, ushbu apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Video boshida manzilimizni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar Navoiy massif Malina Sitavorni yonida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Do'konimizga asfalt kesadigan apparatimiz ikki xildan kelgan, solarkali model va benzinli modelidan kelgan. Undan tashqari benzinga ishlaygan trambovka apparatimiz bor. Kenguru trambovka apparatimiz 7 otkuchi. Videoni oxirigacha kuzatsalaring, to'liq ma'lumotlarni beramiz va vibrakator apparatimiz kelgan. Asfaltlar tekislash uchun undan tashqari trambovka qilib yerlarni tekislab beradigan vibrakator solarkali variantlaridan kelgan. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar, to'liq holatda ma'lumot beramiz. Video boshida bittadan like bosib qo'yasizlar. Asfalt kesadigan apparatimiz 18 sm gacha bo'lgan asfalt betonlarni kesib beradi. Solarka motorligi 15 ot kuchli bo'ladi. 192 motor bo'ladi. Soatiga 1 litrgacha rasxodi bor. Benzinli modeli esa 190 motor bo'ladi. Bu ham 15 ot kuchi, soatiga 1,5 litrgacha benzin rasxod qiladi. Tepada mana ko'rishlaringiz mumkin, o'zi oldi pichog'ini pasaytirib ko'taradigan aylantiradigan narsasi bor. Kimga apparatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mirrorless brendiga tegishli garantiyalari bor. Solarkali varianti statorli bo'ladi, kalitda o'tadi. Benzinli varianti esa bestator bo'ladi, tortqich orqali o'tadi. Chunki benzinli oson o'tadi, bitta tortsalaring bemalol o'tatishlaring mumkin. Solarkalini esa qo'lda ruchni tortib o'tatishcha qiyinroq bo'lgani uchun akkumulyatorlarigacha, statorlarigacha qo'yib qo'yilgan. Suv bachoklari bor, suvli bo'ladi, suv orqali kesadi xullas. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelib do'konimizdan xarid qilishlaring mumkin. Vibrakatorimiz 15 ot kuchli bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin. 320 kg o'zi jami vazni bo'ladi. Hop, motori 190, soatiga 1 litr rasxodi bor. Mirrorless brendiga tegishli bo'ladi. Trambovka apparatlarimiz 7 ot kuchi. Bitta sakraganda 1 tonna 600 gacha yuk urib beradi. Kenguru trambovka variantida bo'ladi. Benzinli, soatiga 1 litrgacha rasxodi bor. Garantiyalari 6 oyga beriladi. Kimga narxlari qiziq bo'lsa, ekran osti nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, kelib xarid qilishlaring mumkin yoki telefon qilib zakaz berishlaring mumkin. Dastavka xizmatlarimiz mavjud. Manzilimiz Qo'qon shahar Navoiy massif Malina Sitavorni yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.